Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun onlayn qimor o'yinlaridan nima uchun chiqa olmayotganligimiz sababi to'g'risida gaplashamiz. Men avvalambor bir psixolog, trening yoki coach emasman. Shu o'yindan chiqib, o'yinni tark etib, shu yerda qilgan xatolarim to'g'risida gaplashamiz. Avvalambor shu o'yinni biza boshqarib bilamiz, kontrolировать etib bilamiz deb kichik summalardan boshlaymiz, yutganmiz, yutuqlar bizani ong ostimizda saqlanib qolgan. Yutqizganmiz. Keyinchalik katta summalar bilan o'ynashni boshlaganimizda, yutqizganda bizada katta muammolar kelib chiqib boshlaydi. Har bir yutqizishimizda shu yana shu pulni qaytarib olaman, integratsiya qilaman deb yana o'yin ichiga kiramiz, o'yindan chiqa olmaymiz. Sabablaridan birisi shu yutqizgan pulni yutib olamiz degan, integratsiya qilamiz degan kallamizda qolib ketgan. Shu uchun biz o'yinni tark etolmaymiz. İşonmanglar, hech kim yutolmaydi. Yutsa ham shu pulni yutkizib beradi. O'zingizni aldamang, boshqani aldamang, o'ynab yursanmi, o'zing bilasan. Kartlarni olamiz. Kartlar orasida biza bir professional, bir o'z ustasini, bir chempioni desak ham bo'ladi kart olish bo'yicha. Kart olib yana yutkizamiz. Mikrokartlar olamiz, uni ham yutkizib beramiz. Yutishning imkoni yo'q. Vaqtida to'xtatish kerak, xulosa chiqarish kerak. Men shunday tanishlarim bor. Ular psixologlarda, rehab klinikalarda 3 oy, 4 oy davolanib chiqqan. To'g'ri, 1 yil, 2 yil o'ynamaydilar. Keyin yanadir nimadirlar bo'lib, ong ostindagi shu o'yina bo'lgan ishtiyoq bir marta o'ynaydi, ketdi. Shu bilan men ham qarzdorlik botqoqina botadi. O'g'illar, ukalar, vaqtida to'xtanglar. Sizlar o'ynab hech qachon yuta olmaysizlar. Har qancha o'zingga ishonma. O'ynayapsanmi, yutqizishing aniq. To'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida to'xtating, xulosa chiqaring.